Java dasturlash tilida mantiqiy tur va mantiqiy amallar. Ba'zida ma'lum bir mulohazaning chin yoki yolg'onlikni aniqlash kerak bo'ladi. Bu holatlarda mantiqiy turlardan foydalaniladi. Ya'ni Java dasturlash tilida mantiqiy tur bitta ko'rinishi mavjud, boolean deb nomlanadi va ikki muhim bo'lgan qiymatga ega bo'lgan mantiqiy ma'lumot turi hisoblanadi. U o'zida true yoki false qiymatlarni, chin yoki yolg'on qiymatlarni saqlaydi. Jimlik bo'yicha false qiymat saqlanadi. Sirda qarashimiz mumkin. Yangi fayl yaratamiz. New Java code dars. Main metodni yaratamiz. Mantiqiy turdagi o'zgaruvchi yaratamiz. Boolean b va unga qiymat berishimiz mumkin. Masalan, true yoki false qiymat bo'lishi mumkin. Ya'ni yoki true yoki false qiymatni saqlaydi. Ekranga natijani chiqaramiz. B true qiymat chiqmoqda. Agar false ga o'zgartiradigan bo'lsak, false qiymat chiqadiganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ma'lum bir mantiqiy ifodani qiymatini saqlash uchun foydalanadi. Mantiqiy ifodalar odatda ikkita natijaga ega bo'ladi. Ya'ni true yoki false ko'rinishda bo'ladi. Chin yoki yolg'on ko'rinishda bo'ladi. Mantiqiy ifodalarda odatda taqqoslash amallaridan foydalanadi. Bular teng emas, dan katta yoki teng, kichik, dan kichik yoki teng ko'rinishlarda bo'ladi. Masalan, boolean x teng ta'minlash 10 teng 10 bo'lsa, demak boolean emas. Ya'ni x o'zgaruvchimiz true qiymat bo'ladi. Agar ikkalasi teng bo'lmaganda edi, false qiymat bo'ladi. Yoki yana bitta mantiqiy ifodaga qaraylik. 5 10 dan kattami? 5 10 dan katta emas, shuning uchun mantiqiy ifodaning natijasi false ko'rinishda bo'ladi, ya'ni yolg'on ko'rinishda bo'ladi. Keling, bir misolda ushbu amalni ko'rib o'taylik. Aytaylik, bizda ikkita qiymat berilgan qiymatlarning birinchisi katta ekanligini aniqlaylik. Buning uchun skanner obyektdan skanner new scanner system in hop bitta birinchi qiymatni e'lon qilamiz. Int a teng bo'ladi skanner next int scanner next in b mantiqiy ifodamizning qiymatini saqlaydi. Ya'ni birinchi qiymat katta bo'lsa c dan, ikkinchi qiymatdan, agar ifoda rost qiymat bo'lsa b imiz true, aks holda b imiz false qiymatni ega bo'ladi va uni ekranga chiqaramiz. B ishga tushiramiz. Aytaylik, birinchi qiymasi 2, keyingisi 3. 2 3 dan kattami? Yo'q. Shuning uchun false qiymat chiqmoqda. Aytaylik, 3 2 deb yozayotgan bo'lsak, true qiymat chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Chunki
mantiqiy ifodalarni tuzishda mantiqiy amallardan, ya'ni mantiqiy bog'lovchilardan foydalanadi. Bular mantiqiy va, mantiqiy or, mantiqiy emas amallardan foydalanadi. Masalan, ikkita son berilgan, int a teng 1 ga b teng 2 bo'lgan mantiq a teng 1 ga va b teng 2 ga bo'lsa, demak true. Hop, mantiq a teng 1 ga yoki a teng 10 bo'lsa, true qiymatni qabul qiladi. Mantiqiy a teng 10 ga bo'lmasa, demak true qiymat qabul qiladi. Bu amallarni quyidagi jadval orqali ifodalanishimiz mumkin. Agar a b quyidagi ko'rinishda berilsa, masalan, a emas false, false, true, true, b emas false, true, false, true bo'lsa, a ning teskarisi false, true ga o'zgaradi, ya'ni mantiqiy emas orqali false, true ga o'zgaradi, true, false ga o'zgaradi. Va mantiqiy va agar ikkala o'zgaruvchining, ya'ni operandning qiymatlari true bo'lsa yoki ifodaning natijasi true bo'lsa, ikkalasiniki ham true bo'lsa, shu holda true. Aks holda false qiymat qaytaradi. Hop, mantiqiy or yoki mantiqiy yoki hech bo'lmaganda ikkalasidan biri true bo'lsa, true. Ikkalasi ham false bo'lganda false qiymat qabul qiladi. Masalan, ushbu jadvalda ko'rishimiz mumkin. False, 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 true bizga true ni beradi. True, false, true ni beradi. Hokazo. Hop, boyaga misol davom ettirishimiz mumkin. Birinchi son katta va birinchi son musbat bo'lsa, true qiymatni chiqarishni so'raymiz. Ya'ni va ayimiz katta 0 dan bo'lsa, b'imiz true qiymat bo'ladi. Aytaylik 3, 2 true qiymat qabul qiladi. Chunki ayimiz ikkinchi 3 dan katta, ya'ni 3 2 dan katta va 3 musbat, ya'ni 0 dan katta. Shuning uchun true qiymat qabul qilyapti. Aytaylik, teskarisini qaraydigan bo'lsak, masalan, -2 -3 false. Chunki -2 emas, -3 dan katta bo'lishi mumkin, lekin birinchi sonimiz, ya'ni -2 0 dan katta emas. Shuning uchun false qiymat qabul qiladi.